Fakat Begovat'ta bitta iltimos. 2000 so'mlik qistirib o'zgacha bir shukuh, o'zgacha kayfiyat va o'zgacha bir tabassum ulashaman shu insonlarni, Begobod xalqini xursand qilaman deb ustozim Iskandar Hamroqulov bilan birga kelganmiz. Aka naq bo'lsa gipslagani ham bo'laveradi. Ana desam aka joningiz sog' bo'lsin. Salomat bo'ling, joningiz sog'. O'g'zi so'ldingizmi, oldingizmi? Umringiz uzoq bo'lsa aka jizzitdi-da. Umringiz uzoq, rozi bo'ling. Aka mana bugun hazillashganingizlarni kuldirgani, kayfiyat ko'targani taklif qilishgan. Azdashmang. Joningiz sog' bo'lsin. Mayli aka. Mana shu bolani to'g'ri tarbiya qilyapsiz. Fakat bu go'dak ekanda aka nima bo'layotganini tushunmayapti bu. Bu tushunib olishlik uchun shu mashaqqatligimda shu bolani bir 5-6 marta tarbiya qiling. On ostiga o'pamanda olib kelib oti nima buni? Sallallohu alayhi va sallam peshanasidan shirin uylanmaganda. Umringiz uzoq bo'lsin. Shu bolani ham to'yiga kelish nasib qilsin. Mani ukamga ham bersin mashaqasidan, Xudo xolasa. So'rab turibmiz. Oka kerak bo'lsa ishlatasiz deb. Ishlatdi. Odamman mana. Salomat bo'ling. Bismillahirrohmanirrohim aka. Mana shu ibodatlarimizni yo'q ketmasin. Osonmas. Temirga yopishtirish oson bo'lmayapti. Hozir suvargalarni ham tuftas chiqib ketibdi aka. Yopishtirmayapti.